Alaykum barchaga. Bugun men sizlarga Zen'da qanday qilib maqola yozishi, noldan boshlab qanday yozib, uni qanday joylashgacha ko'rsatib beraman. Cloudni ulab, cloudlarni hammasini sozlab, cloudga shu promptlarni joylashtirib, mana shunaqangi ishlarni hammasini noldan batafsil iloji boricha tushunarliroq qilib sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Sababi undan oldingi darslarimda ozmoz tushunarsizroq bo'libdi. Shuni Xudo xolisa bugun iloji boricha maydalab sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, darsni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini osonlikcha tushunib olasizlar. Unda boshladik. Buning uchun biz dastlab hop Telegram kanalimga kirib olishingiz kerak. Telegram kanalim pastdagi havolada berib qo'yaman. Bu yerda mana shu oxirgi joylagan postimni ichiga mana bu kerakli bo'lgan fayllarni joylashtirib qo'ydim. Mana shu fayllardan foydalanamiz. Hop buni ochib olamizda, keyin biz Cloudga o'tishimiz kerak. Cloudni oddiygina free tarifida yozdirib, bugun joylashtirib beraman. Demak, unda boshladik. Buning uchun biz dastlab mana bu chap tomonda turgan project bo'limini bosamiz. Project bo'limini bosamiz. Qaranglar. New chat, chats, project, aircraft, customize turadi. Mana shu yerda aynan projectni bosishimiz kerak. Va new project qilamiz. Bu yerga masalan hop nima deb qo'ysak, Zen deb qo'ysak ham bo'ladi. Nomni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Create project qilasiz va bu yerdan files degan bo'limiga o'tamiz va files degan bo'limiga boyagi men Telegram kanalimdagi mana bu fayllarni mana shu yerga joylashtiramiz hammasini. Birinchi buni tashlab olamiz, Semini dramani va yana fayl so'raydi. Mana shu 4 tasini tashlab olishimiz kerak. Bitta 4 ta, ya'ni jami 5 ta fayl tashlandi. Va instruksiya degan bo'limiga, hozir men instruksiya degan bo'limini ham tashlab qo'yaman sizlarga. Do'stlar, endi qiladigan ishimiz instruksiya degan faylni ochib olishimiz kerak. To'liq ochib olamiz buni. Va mana shu yerdan boshidan boshlab hammasini nima qilamiz? Kopirovat qilamiz. Kopiya qilamizda biz mana bu yerga instruksiya degan joyga, boyaga tashlab olgan joyimizga tashlaymiz va save instruction qilamiz. Bo'ldi. Deyarli biz tizimni yaratib oldik. Endi biz shunga mavzu yozdirishimiz kerak. Men mavzu yozdirish uchun odatda Gemini'dan foydalanaman. Gemini'da mana shunaqangi mavzularni yozib beradi. Men bu Gemini'ning linkini ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, ya'ni mavzuni. Mana shu yerdan shuni kopirovat qilasizda, mana shu yerga tashlaysiz va bu yozib beradi. 10 ta aktual tema Zen bo'yicha, ya'ni men fayllarni yuklab qo'yganman, ya'ni analiz qildirib qo'yganman, tayyor. Shunday yozib qo'ysangiz, o'zi mavzularni yozib beradi. Biroz kutamiz, bu mavzularni, dolzarb mavzularni yozib beradi. Xo'p, do'stlar, mana 10 ta mavzuni yozib berdi. 10 ta mavzuni mana shu yerdan bittasini olamiz. Situatsiya yoki zagolovka bo'lib chiqadi. Mana shu mavzuni o'zini olamizda, mana shu boyagi tayyorlab qo'ygan joyda chap tomonda chat degan joyga tashlaymiz va pastidan bitta narsa bor. Pastidan mana yozishimiz kerak. Сделать все задания deb yozib qo'ysangiz, ya'ni topshiriqlarni hammasini bir vaqtda bajar deb yozib qo'yamiz. Mana shuni mana bu yerdan e'tibor beringlar. Yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Biz hozir B pulida turibmiz, B pulida. Sonnet tur 6sini mana default qiladigan bo'lsangiz, eng pastida turibdi. Medium ham bor, high bor, max bor. Agar sizlar mana sync bosib qo'yadigan bo'lsangiz, sekin ishlaydi va limitini tezroq tugatib qo'yadi. O'rtachasi medium deb yozilsanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Mediumni mana shu joyga sync bosib qo'ymanglar. Bosib qo'ysanglar bo'ladi, bir pasda limitinglar tugab qoladi. Shuni demak, mana shu jo'natishni bosamiz. Bu biroz yozadi, ya'ni prechitayni fayl qiladi, yozadi, mana shu narsalarni har bittasini alohida yozib chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar, tayyor prompt, hech qanaqangi qiyinchiligi yo'q. O'zi tayyor biz tizim qo'yib oldik va tizimni mana shu joyga joylashtirdikda tayyor statiyani yozdiryapmiz. Bu promptni zo'rligi shundaki, Zen qonun qoidalariga hammasiga tekshirib chiqadi. Mavzuyingizni o'sha moslab turib yozib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha statiya yozishni boshladi. Hozirroq kutamiz. Agar do'stlar buni kamroq yozib qo'yadigan bo'lsa,
pastidan yana yozdirib olsanglar bo'ladi. Yana davom qo'shib ber, yana ozroq cho'zib ber deb yozsanglar, boshqatdan yozib beradi, chiroyli qilib, faqat limitini ishlatib qo'yadi. Iloji boricha yaxshi yozib beradi. Mana hozir tashlagan narsam bo'yicha chiroyli qilib yozib berishi kerak. Ha, mana hozir necha minut yozganini ham ko'ramiz. Agar kam yozib bersa, hozir bitta joyi bor, shu joyni to'g'rilab qo'yamiz. Bu hammasini yozib, zagolovkalargacha qo'yib beradi. Mana rekomendatsiya ham beryapti o'sha. Qaysi zagolovkani qo'ysang yaxshi bo'ladi. Mana kaldagi mana shu mavzuni qo'y deyapti. Va rasm uchun promptlarni ham tayyor qilib yozib beradi do'stlar. Pastda mana bunga ham rekomendatsiya berdi va biz mana shu narsa rekomendatsiya 4 deganini olamiz va mana shu joydan kopirovat qilib olamiz, Zen kanalimizga o'tamiz va bu yerdan e'tibor berib turinglar. Mana bu yerda plus degan joy turadi. Mana shu yerdan napisat statue deganni bosamizda, mana shu joyga joylaymiz. Mana mavzusi ketdi. Endi biz rasm yaratib olishimiz kerak. Mana shu rasmni ixtiyoriy bitta rasm yaratadigan, generatsiya qiladigan sun'iy intellektga kiramiz. Men flow ishlataman, shuning uchun flowga kirib olaman. Va mana bu pastdagi rekomendatsiya berganiga olaman. Mana shu joydan o'zini kopirovat qilib olaman-da, mana shu joyga tashlayman do'stlar. Va bitta bosib qo'yaman. Bu hozir tayyorlaydi. Rasmni ko'rasizlar. Biroz vaqt oladi. 1 minutcha, где-то 1 minut 30 sekund ichida tayyorlab beradi. Mana do'stlar, rasmimiz ham tayyor bo'ldi va bu rasmimizni ko'chirib olamiz, yuklab olamiz. Mana uje realniy qilib yasab berdi rasmimizni. Va bu yuklagandan keyin o'zi kompyuterimizga avtomatik tushadi. Mana shu joydan shu qo'yamiz va rasmimiz ham yuklandi mana do'stlar. Va keyin bundan keyin mana bu joydan biz maqolamizni ko'chirib olamiz. Statiyani ozroq yozib beribdi. Agar ozroq yozib bersa, bitta joyda bor, shu joydan ko'rsataman. Projektga o'tasizlar, Zenga kirasizlar, mana instruksiya degan joyga mana shu joyi 25 minut yoki 30 minut qilib qo'yasizlar. Mana. Yana uchinchisi ham bo'lishi kerak, adashmasam. Zadaniya 3. Bu oddiy versiya bo'lganligi uchun kamroq yozib qo'yadi. Agar pro versiyasini ishlatadigan bo'lsanglar va Zinga bosadigan bo'lsanglar, bu aniq konkretni necha minut degan bo'lsa, shuncha minutda o'zini yozib beradi. Biz mana bu maqolamizga kiramizda, menga yana ozroq uzaytirib maqolamni yozasiz. Mana shu maqolamni eng kamida 15 yo 20 ya'ni 20 minutlik qilib qayta yozib ber deb o'zbekcha yozsanglar ham bu qayta yozib beraveradi. Yani 4500 ming so'z yana qaytadan yozib beradi. Uni zarari yo'q. Tekshiradi, hammasini qaytadan yozib beradi. Lekin shu mavzu bo'ladi. Biroz kutamiz. Statiyani yozishni boshladi. Va maqolani yozib bo'lganingizdan keyin bir ko'rib qo'yasiz, chunki maqolangizni o'qigan inson nima deydi, yomonlamasligi kerak. Clickbait qoidalari, boshqa narsalarni hammasini bu tekshirib chiqadi, muammo yo'q. Chunki promptda shunday yaratilgan, clickbait har xil gaplar, har xil mavzulardan qochadi. Bu to'g'ridan to'g'ri ko'chirmachilikdan boshqacha qilib beradi. Cloudni matn terish bo'yicha shunisi yaxshi. Anchagina uzun qilib yozib beryapti. Ko'rib turibsizlar. Uje bo'limga ajratib beryapti. Juda ham chiroyli qilib yozib beryapti hozir Cloud bizga.
Biroz kutamiz, shoshilmaymiz, biroz kutamiz. Sizlarga men iloji boricha noldan maydalab tushuntirib berishga harakat qilyapman. Ortiqcha hech qanaqangi savollar bo'lmasligi uchun. Bir shu nimalarga bo'lib judayam uzun hikoya qilib berdi menimcha, bir 20 minut, rostdan ham 20 minut yozib berdi. Mana endi buni tekshiradi, ispravleniya yozgandan keyin ham tekshiradi, ispravleniya qiladi, bormi, xatoliklari bormi, yo'qmi, hammasini ko'rib, tekshirib beradi. Checklist ham qilib beryapti. 4800 so'z bo'ldi. Shu bilan limitimiz ham menimcha tugab qoldi. O'sha bizning statyani o'zi bor edi. Rasmlarni, nimalarni olgandik, statyani o'zini olsak bo'ldi. Shuning uchun bitta statya ikkita yozdirsa bo'ladi. Kuniga qarab turib har 5 soat yangilanadi. Shuning uchun shoshilmasdan, ehtiyot bo'lib yozdirish kerak. Do'stlar, freeni shunisi bor. Atak Pro'da unaqa emas, kuniga 20 talab, 10 ta, 15 talab yozdirsa bo'ladi. Bo'ldi, kopirovat qilamiz buni va kanalimizga o'tamiz. Mana shu yerga stavit qilamiz. Mana do'stlar, o'zi tushdi. Mana tayyor. Mana ko'rib turibsizlar. Maqolamiz o'zi tayyor va orqaga agar qaytib ketadigan bo'lsak, bu chornavikka tushdi. Kerakli paytda hop mana shu yerga o'tamizda. Mana yerdan aplikovat qilib turib, mana bu yerga kommentariyaga biror narsa yozib qo'ysangiz bo'ladi. Podpiska bos, faqat ruscha yozishingiz kerak. Podpisatsiya deb turib. Mana bu yerda masalan biror narsa masalan chiqaradigan bo'lsanglar, hozir podpisatsiya. Mana bu yerda so'zi chiqib qoladi. Mana bu yerga tegmaysizlar, sepazavator qilib qo'ymaysizlar. Sababi yangi kirgan o'quvchi agar fikr bildirmoqchi bo'lsa, albatta sizga podpiska bo'lishi kerak. Podpiska bo'lsa sizga foyda bo'ladi. Podpiska bo'lib keyin fikr bildira oladi. Agar siz hozir mana shu yerda sepazavator bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu odam siz kiradida, hikoyangizni o'qiydi, to'g'ridan-to'g'ri kommentariya bildirib ketadi. U podpisatsiya bo'lmaydi hayotda. Bo'ldi, mana shundoq qilib tayyor maqolalarni Zenga osongina yozib yuklasanglar bo'ladi. Bemalol mana bunga o'xshagan daromadlarni qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana pullik dohod pashta 1200 ming rublga chiqqan. Bu agar 1000 rubldan hisoblaydigan bo'lsak, bir oyda 30 ming rubl bo'ladi. Buni agar hisoblaydigan bo'lsak, mana shu kanalning o'zi 5 million so'm topyapti. Bunaqa kanallardan nimalarni aytmayman, nechta borligini. Shunday qilib daromad qilsanglar bo'ladi. Xotirjam, shoshilmasdan 10 ta, 5 talab, 10 talab kanal ochib, bemalol yuribsanglar bo'ladi. Qo'shimcha sizlarga daromad olib keladi. Do'stlar, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittagina sizlardan iltimos kichkinagina bitta like bosib qo'yinglar. Qolganlariga ham yetib borsin. Zora qolganlarga foydasi tegishi mumkin. Keyingi darsda nima haqida bo'lishligini pastda kommentariyada kutib qolaman. Qanaqa mavzuda chiqarishligini yozsanglar, men iloji boricha sizlarga video qilib, shuni ishlab berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr.